Xo'p bo'ladi xo'jayin. Bilasiz, unaqa ishlarni do'ndirib yuboraman. Xo'p. Ha, tinchlik. Xo'jayin to'ttilar chet eldan po'r kelayotganmiz. Hop. O'shanga joylarni ko'rsatlaring, yaxshilab kutib olaring deyaptilar. Ayog'i. Hindmi? Rayhon milliy taomlarning 10 yillik obro'ini bir teng qiladi-yu bu. Tag'im yerda ovqat qiladi bular. Bo'lmaydi. Buni xo'jayinga kelmadi deymizda, pastga olib tushib bu narsa qilib yuboramiz. Yo'q, o'ramiz ham. Ketdi. Namaste. Mening partanaxon. Ana, to'g'ri aytyapsan. Qani bu yoqqa yurib polvon. Yuri. Ovqat qilarmiz hali bu. Shepur, Sobir aka buni egallamoqchi edi. Gapirma. Labbe xo'jayin. Voy, yo'q. Xo'p bo'ladi. Do'ndiramiz unaqa ishlarni. Xo'p. Nima dedini? Bu ano Hindistondagi hamkorlar ekan. Hindistonda rayhon milliy taomlarni ochmoqchi bo'lgan odam ekan-ku. O'zi keldi. Hey, o'zing dirjit. Ravan, o'zingga kel. Seni nafas ber. O'zing ber, jinnimisan? O'zi kelib qoladimi bo'lmasam hozir? Yur, tashqariga chiqib turaylik, xo'jayin kelib qolmadilarmikan? Voy, o'zim kelay. Voh, hech bo'lmaganda hindga o'xshaydigan odam topib qo'yib qo'yishimiz kerak. Voy, gapirma. G'ayratda. Sanlarni toming ketib qopti. Men hindga o'xshaymanmi? Ey, o'tga qo'ymadimmi? Aka, 100 beraman. 100 ming so'mmi? Dollar. O'zi bori, yoshligimda hind ishardi meni o'rtoqlarim. Endi 100% o'xshadingiz. Tarixiy, kartaxi. Do'ddi aka. Kare. Bu o'xshamayapti-yu, o'zim ish qilib. Voy, nega o'xshamaydi? Hindni ko'rib turibsiz. Hind bo'pti, menga qara. Rayhon milliy taomlari, 5 ta filari borligini, o'zgarish obro'si borligini aytdingmi? Tanishtirdingmi o'zi bu joylarimiz bilan? Ha, xo'jayin rozi bo'lib qolay deyapti o'zi. Bo'ldi. Bu filial ochmoqchi-da Hindistonda. Zo'r bo'ladi. Bo'pti, borur. Kara Amerika. Xo'jayin sezmadilar ham. O'xshadi. Bolalar ishimiz pishdi. Buni olib borib men gassizga joylashtiringlar, xo'p? Bay, ser, bay. Ketavering. Chiqaring, men o'zim qarab turaman, hoji. Nima? G'ayrat aka? I'm Lakshman. G'ayrat aka o'zingiz tushun. Obid. Xo'jayin pastga qolmasa tushuntirib beraman. 1, 2, 3, 4